Assalomu alaykum. Bugun biz VirtualBox'ga Windows 11 nashri sistemasini qanday o'rnatishni kiritadigan bir mashina yoki manual degan tushuncha hisoblanadi. Bundan ma'lum kompyuterimiz ma'lum narsaga o'zini saqlaydigan bungacha shu bitta qoldiradi. Microsoft Windows va buni tanlasak Windows'ni avtomatik o'rnatadi. Hozir tanlashni o'zi bajaradi. Bundan keyin SSDga 8 GB beradi. Bundan keyin CPU'dan Antunes 2'ni biz 4'ünü biliriz. Bundan keyin EFI'ni tanlaymiz. EFI'ni ondan keyin boşluğunu %1 verir. Yani Rusya saklanıyor. Sürsətin burada sürmüşlər. Yasaqlanıyor. Ondan keyin finishini çəkir. Tən şəkildə yəni bir kürüldür. Hazır bizim tanlığımız Windows 11 nashri sistemasi. Bundan keyin çaplash taxtasına qo'shilmish ishlatishni qo'llasini chekib qo'yadi. Tushundirish. Diskni shifrlandirish tanlaymiz. Bundan keyin mayada SSD 8 GB, CPU 4. Bundan keyin vaqtlarni tanlab qo'ysak bo'ladi, tanlaymiz. Bundan keyin ma'lumlashtirish texnikasi. Windows odatda Hyper-V ishlatadi. Hyper-V deb tanlab qo'ysak bo'ladi. Hozircha shu ko'ngildagi kompyuterlashtiramiz. Bundan keyin sistemni tanlaymiz. Sistemda tanlab qo'yib hamda kurs sistemniki ushbu tuzni bundan keyin tanlab qo'yamiz. Kurs kartasi 128. Bundan keyin mayani VGA deb tanlab qo'yaylik. Agarda xatolik ko'rilib qolsa, boshqasini tanlasak. Bundan keyin ko'chma ekranniki cho'nqi ayaga biz optik diskga to'g'ridan tushirib olgan Windows'niki inglizcha Windows 11 ning inglizcha nashrini yuklaydi. Hozir ikki xil nashr bor. Birisi 24h2, 25h2. Mana 25h2 eng yaxshisi. 24h2 sal burroq chiqqan nashr. Biz kerak chiqqanni tanlama oldinroq chiqqanni tanlaydi. Bundan keyin to'rning shakli N80 tanlab qo'ysak bo'ladi. Bundan keyin qolganlari shu tuz bo'ladi. Jazmliq endi ma'lum kompyuterni qo'zg'atadi. Kompyuter qo'zg'atadi. Til tanlash ko'rinib ko'rindi. İnglizce tanladık. Vaqt bilan pulninki bichimiga inglizchalik tanladik. Yerdan boshqa davlatda turish bo'lib qolsa, masalan boshqa davlatda turadigan bo'lib qolsa, qaysi davlatda turadigan bo'lsa, shu davlatniki shaklida keyin pulning birligi shu bo'lishi kerak. O'shani tanlamasak bo'ladi. Uyg'urchasi bor, tuyanda. Şöyle tanlab qo'ysak. O'zi eslab ketib qoldiradi. Keyin. Mumkin harf taxtaga inglizcha harf taxta. Amerikacha inglizcha. Bundan keyin Windows 11 ni o'rnatamiz. Agar hujjat bo'lib qolsa, buni o'chirsak bo'ladi. Endi tanlab qo'ydik. Keyin qadamga chekdik. Mumkin mahsulotniki ochiqchi bormi deganda, bu mahsulot ochiqchi yo'q. Shuna endi ochiqchi yo'q. Mahsulot ochiqchi yo'q. Atrofda Windows nashri sistemasining turini tanlash ko'rinib ko'rindi. Home degani oila nashri, Pro degani kasbiy nashri va Education degani ma'rifat maktab o'rinlari ishlatilgan nashri, Workstation degani korxona ishlatilgan. Biz Pro nashrini tanlaymiz, ya'ni kasbiy nashrini tanlaymiz. Ijozat kelishimini qo'shilamsa degan ko'zlab ko'rindi. Ijozat kelishimi accept degan qo'shilganga shunchaki
Ondan keyin biz bu mevhum kompyuterga 100 gigabayt boşluk ajratib berdik. Next degeni çeksek o'zi avtomatik rayonga olib tayyor qilib, undan keyin shu sistema sohasini hujjatlarni ko'chirishga başladik. O'rnat degan topchicha keldi. Hujjat ko'chirishga başladı. Windows 11 hujjat ko'chiryapti. Bu jarayonda bir qancha qitim qo'zg'aldi deb eskartibdi. Kompyuterimiz qayta qo'zg'aldi dedi. O'rnatyapti va kompyuterimizni o'chib qo'yib, kompyuterimiz bir qancha qitim qayta qo'zg'alishi mumkin. Davlat tanlash ko'rinib turibdi. Bu yerdan biz qaysi davlatda turadigan bo'lsak, shu davlatni tanlasak bo'ladi. Biz inglizchani to'g'ridan tushunganligimiz uchun o'zi Amerikani tanlabdi. Biz qaysi davlatda turishlik bo'lsak, tanlasak bo'ladi. Biz asli bit qoldiradi. Buniki harf taxtdan tanlaydiganlar inglizcha harf taxtdan tanlaydi. Buniki yana bir harf taxt tanlamasa debdi. Masalan biz uyg'urchani qo'shmoqchi bo'lsak, layout deb bilan bu yerdan uyg'urcha tanlab olsak. Uyg'urchani tanlagan chog'da diqqat qiladigan bir ish bor. Uyg'urchadan harf taxtida ikkisi bor. Birisi Uyg'ur, yana birisi Uyg'ur legasi deb ko'rinadi. Mana bu yangi nashrda chiqarayotgan deb turdi, u ko'rinyapti. Shu Uyg'ur deganni atalsa. Next deganni cheksak, endi ko'rindi. Shu Uyg'ur deganni tanlasak bo'ldi. Mana legasi degani Windows'ningki eng burungi nashrda F'ning kodi xato kirgizib qolgan harf taxtami hozirgacha bor. Shu Uyg'ur deganni tanlasak bo'ldi. Agar mana tanlab qo'ysak, F harfi ulanmay ko'rinadi kompyuter. Shunga mushtum diqqat qilsak. Shu Uyg'ur deganni tanlasak. Makonse mayyansı, shu yangi harf taxtida. Yanglishni tekshirib kompyuterimizni o'chib qo'yamiz. Kompyuterimiz qayta qo'zg'aldi. Sal kutilmoqda. Yangilanadi. Xush keldingiz. Marhaba. Bizim ko'rindi. Hozir bu yerga kompyuterning ismini qo'ydik. To'g'ri. Tanishdi. Kompyuterni shaxsiy ishlatamiz yoki xizmat maktabda ishlatamiz. Biz shaxsiy ishlatamiz. Windows'ning yangilanmasini tekshirib. Hozir mana bu yangilanayotgan ko'rinishga Sizlarni ko'rmoqchi bo'lsak, mana Simon bu qisqacha qanday qilish mumkin, o'ynash, qurollaniki, markazish, bosh ko'rinish, hujjatlarni joylashtirish ahvoli. Mumkin sistemamiz yangilanayotdi. Kompyuterimizni o'chib qo'yadi. Hozir yangilanadigandan 3 tani yangilanadigan yamoqlar o'xshaydi. Buniki birinchi qadam boshlanib 3 qadamda tugaydi. Tushirgan hujjatlarni tushirib bo'ldi, endi o'rnatishni davomlashtiryapti.
Endi Microsoft hisobotini tanlash ko'zingga ko'rinibdi. Sign in. Sign in degan ko'zga ko'ringandan keyin bu yerga el-xat adresini, undan keyin endi kirgizsak bo'ldi. Masalan, men test deb alg'ancha bir hisobotni bir nesib qo'yaman. Masalan, next deydi. Bu yerda cho'qim Microsoft hisobotini kirgizsa o'tmaydigan tanishib qo'yibdi bu yerda. Bunda bir necha bir shift va F10 ni bosib bir buyruq bergandan keyin atlab ketadigan bir buyruq bor. Biz unda qilib жүрмей, bevositalanmayadiki torni uzatib. Torni uzatsak, asariq bo'ladi. Torni uzatib next desak bilan o'zi avtomatik o'tib ketadi. Shift F10 ni bosib biz Mush ko'zni bilan Shift bilan F10 ni bossak buyruq bir chiqadi. Undan keyin biz ms cxh local online asal internet asal local online degan ma buyruqni bersak start mscxh local online degan shu yangi kompyuter xuddi ko'rsatma ishlatmaydi. Undan keyin bu kompyuterni kim ishlatib debdi bir yerda şifrni yazsak bo'ldi, yozmasak. Bu muhim emas. Mesela kichik qo'yili. Asti ko'rinmaydi. Terni bossak. Agarda surgich ishlamay qolsa, harf taqdidagi tabni bossak olmaydi. Bosh qo'yib qo'ysak bo'ldi. Shifr yozib qo'ysak bo'ldi. Hammasi uchun bo'lsa xotirlasa yaxshiroq. Ya oddiy shifr yozib qo'ydim. Ko'rib chekay. Bundan keyin bu yerda 3 savol so'raydi-ki, maxfiy shifrni unutib qolsak, masalan, senki ermakayini masalan, sanat tug'ilgan yoki nickname degan ichki vaqtdagi ismimni degandek. Masalan, qancha tug'ilgan degan o'ziga qo'yadi. Bundan keyin uchinchisiga masalan, tog'amning ismini aytadi. Musobaqa deydi. Next deydi. Hozir oxirgi tanishadi. Bundan keyin men shaxsiyat tanishga deganda bu yerda bir mana tanishlar bor. Masalan, o'rningizni bilsinlar deganda agar bilsanglar boshqalar sizning o'rningizni bilmasin desanglar no deb tanlaysiz. Bilmaylar desanglar yes deb ichib qo'ysangiz. Qolganlarga o'xshash. Masalan, qolganlarni men hammasini yoqmaydi. Chunki bu tajriba ishlatadigan mashina bo'lgandan keyin bo'lmayki qancha zaruriyatim yo'q. Ichib qo'yishni. Chunki kompyuterni ochib kompyuter yo'qoligi uchun kompyuterni asli etish ehtimoli bor. Windows 11 ni o'rnatib qo'ydi. Bosh ko'zni ko'rinmaydi. Tanishlikdan ko'rib qoldi. Tarih Virtualbox user ismini o'zgartirmasak bo'ldi. Undan keyin Windowsni aktiv qilamiz. Bundan keyin biz ekranninki cho'ng kichiklik tanishib deydi. Tanishib display degan ekran. Ekrandan mayada hozir 1024 da 768 ga, ya'ni 125%
tanlab berdim 100% deydi. Sen çoğunlaydı. Endi buni biz musholatda va input degan tizim device degan tizimlikdan ensib guest edition cd'ni shu VirtualBox o'zi ta'minlagan mashg'ulot sistemasiga o'rin tutilgan bir kiritish kartasini qo'shitish programmasi. Shuni o'rnatsa yaxshiroq. Tanlagandan keyin mashg'ulot sistemasiga bir eskidan birini yuklab berdi. Buni ichidan ana bu VirtualBox Windows Edition degan qo'shimcha o'rin tutgan programmasi. Mau chiqqanda mau ARM-niki, mau Windows 11-niki atab ketadigan tizimlash jadvaliga yozilgan kuchlar. Shuni tanlaydi. Mau chiqqandan mau işte başkası birisi AMD, birisi ARM. Mau VirtualBox'niki qo'shimcha o'rin tutgan programmasi. O'rnatsa lekin kiritish kartasini kuch o'lchami iqtidorini qo'llashki kiritish kartasini texnik ko'p aniqlikda tanishishga qulaylik beradi. Bundan keyin qayta qo'zg'atamiz edi. VirtualBox qayta qo'zg'atildi. Qayta qo'zg'aldi. Post cheksak ishlatuvchidan ismi ko'rindi. yoki mikrobiskop ko'zakdan cho'nqi o'zgarmida endi ustal ustida shoshqinlikni o'ng chekkandan keyin display setting aylandim. Hozir 1024 da 768 ga biz buni cho'nroq tanishamiz. Ketdi. Hozir barqim cho'nroq bo'ldi. Bundan keyin biz ko'rinishdan ekranning cho'nligini 1920 da 1080 deb tanishamiz. Ekranning cho'nqichligiga asosan o'sha yerda tizimlikdan tanlab qo'ysak. Boshqa kirsak tanishadi. Endi display settingni ko'rsak 1920 da 950 ga ishlaydi. Ancha o'ng'ancha ishlaydi. Chunki ekranninki o'zi 1920 da 1080 ostida vazifa baldaq bo'lgani uchun 1920 da 1080. Ostida vazifa baldaq ma'lum o'rinni egalligi uchun hozirgidek 955 deb ko'rdik. Undan keyin biz mana aktiv tutmaganligimiz uchun personalize degan moslashtirishni balkim tanishib olmasligi mumkin. Mesela o'zgartirib qo'yamiz. O'zgartirsak mana ostida siz aktiv tutmaganligimiz uchun aktivlashim kerak. Mesela taglar degan o'zgartirishda aktivlash kerak. Bundan keyin biz mesela tilda voqea bundan keyin tilda uyg'urchani qo'shamiz. Uyg'ur deb yozamiz. Uyg'ur deb yozsak uyg'urcha deb kelindi tanlab. Bundan hozir uyg'urchaniki 3 xil birsi latincha, bundan slavyancha, o'rta-rossiyacha. Biz uyg'urcha degan bizniki ko'ngilga qaytgan shuni tanladik. Tanlagandan keyin bu to'rdan til bog'chisi bor, buni tushirdik.
Buni meniki ko'rsatilgan tilga tangsha degan tilga qo'yadi. Bak cho'ng emas. O'qituvchi o'rnat degan chekadi. Buni bir qancha minut vaqt ketishi mumkin debdi. To'g'ri tushiryapti. To'r suratiniki tiz ostlik ayolniki Microsoft'ning vaziyati tiz ostlik asosan tiz ostlik qarshilandi. Bundan keyin mana hozir Windows'ni tizimdan chiqib, undan keyin ko'rsatgan tilga olinishi bo'ladi. Sign out deganni chekadi. Tizimdan chiqadi. Tizimdan chiqdi. O'chirdi. Tikraldi. Endi kirgizsak Windows mashg'ulot sistemasining yo'nalishi undan so'ng o'zgardi. Üstel üstündeki axlat sandıqı, undan keyin boshlar tizimidagi uchirilmasi, ba'zi tarjima qilingan uchurlari Uyg'urcha ko'rinadi. Masalan, tanshakchi Uyg'urchalar o'zgardi. Boshqa masalan, sistem uchurlari, boshqa uskunalar, internet, tor, mesela xassashtirish. Kompyuterimizni xassashtirishdan ilgari Windows aktivlanadi. Uyg'urcha ko'rinish Windowsda Windows 8 dan boshlab bor. Windows 8 dan keyin Windows'niki Uyg'urcha til bog'chisi bor. Tanishib ishlasa bo'ladi. Bundan keyin yangilanma yoki tushirib o'rnatsa bo'ladi. Bundan keyin bayağı yerli kesib. Vaqt va til o'zingizning ehtiyojga asosan tilni tanishib ishlatasiz. Bugun Windows 11ni navbat kompyuterga qanday o'rnatishni ko'rib o'tdik. Keyin qatimliq sinni ko'rsanglar Allohga